Ha, salom qarindoshlar va yomg'ir yog'yapti va podshohniki ordusiniki vasiyadagi lampaga kirib oldim ha. Daldin sheriga. Ha, yomg'ir qattiq yog'yapti, shu ayolni o'tib ketdim. Qashta gaplar qarindoshlar. Hozir qabayqa videomniki davomi. Mening opam, mening dadam Abdurahmon Hamid Abdurahmon 1954-yili 5-20 tug'ilgan. Opam Sadat Qovdin 1956-yili tug'ilgan. Bularni 2017-yili 1-ayning 27-kuni oblastlik bexatarlik saqlash tarmoqi tutib ochib ketib, Bo'zdagi turmada qonunsiz tarbiyalashtirgan. Undan keyin bularni 5 yil kesib o'tgan, keyin yana 18 yil og'zaki kesib o'tgan. Sotniki kuchi hozirgacha hukmnomasi hozirgacha og'zaki o'simi ega bo'lib, dadam Kunas turmada, opam Bo'zlik turmada jazo muddatini o'tayotdi. Men Xitoy hukumatiga shuni deymanki, mening opam dadamniki ham emas, boshqa Uyg'ur qarindoshlarimizdan kimi hech qanday jinoyat yo'q. Shuningga Xi Jinping hokimiyatiningki vatanimizga irqiy qirg'inchilikni to'xtatib, barliq Uyg'ur qarindoshlarni jumladan mening ota-onamni qo'yib etishni talab qilaman. Shu qarindoshlar. Men deganlikdek yana mushundaq. Meningki opam dadamningki kesib ketishinki sababi shunday bo'lib, birinchisi mushu Shvetsiyaga o'qishga chiqib, panohlik qilib qolgan. Undan keyin mushunday qanday shu namoyishlar qatnashgan, siyosiy faoliyatlar qatnashgan degandek ishlar bilan bo'lgan. Undan keyin yana bir so'zi opam dadamningki Turkiyada mushu nima bilan kurashganligi, qarindoshlar. O siyasi panohlik degan desa, shu kasatımınkimi Germaniyadaki singillarimi siyasi panohlik degan go. Uni desak, mishadagi siyasi panohliklar turib, reysa dokument bilan vatan berib kelganlar bor. Men cho'qim bu narsani, mening shaxsiy uchurlarimni sotgan odam bo'lganligim uchun men cho'qim bu narsani bir kun olmay bir kuni cho'qim shunday so'zlar berish orqali ko'tarib chiqaman. Chunki meningki mishadagi shaxsiy uchurlarimni mishadagi yangi hayotlik o'zbek oilasiga bir harom tomoq berib chiqib, meni ota-onamni mushunchalik darajada bizning oilani vayron qildi. Bu paqshak deb tunagan texni Yaqub hojim to'g'riliq bir narsani yezib Facebook'ga chiqib ketdi. Yaqub hojimni seni aylaqa bir nima o'zbek deya akang Subiy So'lsaridagi Subiydagi Ilyos hojim, Yaqub hojim, butun G'o'jadagi savdogarlarni sening akang xayranda qilgan. Sening akang lagerga kirib ketgan vaqtida qizi madrasadagi do'konni ichib Turkiyada zakaz qilib kirgizib qo'ygan. Sening akangning lagerga kirganini yag'an. Saningmi? Bütün o'zbeklarga qo'l qo'yg'izib Xitoy hukumati uchun sodiq ishlaydigan oila sening oilang. Sen o'shqallarni yig'ib ol. Seniki ko'rgan oldingda. Kitning o'zi hayvon seni. Adam senda qo'landa itlar. Sen adlarim bilan uni qilma, adlaringni Norvegiyada kim bilmaydi eshak matlamaydigan restoran ketgan adlaring. Shu qarindoshlar. Bular mana shunda bilib olinglar, bilib ishlarni. Xotirjam bo'linglar. Men bir kun olmay bir kun ismini chiqarib faktlarni hamma narsani qo'yib, sizlarga hamma ko'rsataman. Vaqt soat keladi hamma narsaniki. Meningdan hozircha bu narsani talab qilsanglar, hozirmi masalan nurg'unlarniki ismlari chiqib, nurg'un rasvochiliklar bo'lyapti. Xalq nima qiladi, hech nima qilolmadi. O 2-3 kun tillaysizlar, uni buni qilisizlar, unutib ketildi, shuning bilan tugaydi, bu ishlar yepiladi. Yana shunday bo'ldi. Men buniki shunda ismini chiqarmay turib, davlat tutashqicha mishada nima qilaman. Qaysi kunmi Shvetsiya bexatarlik idorasining 2019-yildagi xabarni Facebook'imga chiqarib qo'ydim. Ashuningdimi o'zinglar ko'rdinglar shu Jungoning Xinjiang degan yerdan kelgan mishadagi uchur topadiganlar bor deb bor ashuningdimi. Shuningga qarindoshlar, hammanglar o'zinglarningki xo'sh qolganlarga o'zinglar ega bo'linglar. Hargizmi bo'shanglar qilmanglar, ching turinglar qarindoshlar. Mana ko'rdinglarmi shu Yaqub hojimning G'o'jidagi tugab rahmatli bo'lib ketdi. Turmaning ichida tugab ketdi. Mana Turkiyada qizi batdi. Hozir men pushaymonlarni qiladigandu. Mening ota-onam Xudoyim saqlasin, ajaldiga hamma yerda o'xshamaydi. Mashinada ketibmi, o'lib ketadi, suvda yiqib ketibmi, o'lib ketadi, o't kuyib o'lib ketadi. Mening opam dadam turmada agar bir kishkaliklar uchrab qolsa, birinchidan men Xitoy hukumatini boshqa qo'yatmayman. Shvetsiyaga diplomatlar bilan o'sharga meni qo'ygan qo'ymichi chaqqonlarnikini qanday qilganini aslida o'zlari biladi. Bu yerda hamma nima bor bu davlatda topqini bo'ladi. Shu chaqda kelgan chaqda ko'rishimiz. Ikkinchisi, u chaqda men ota-onam uchun hozir xizmat qilyapman. Ota-onamning roziligini ilyapman deb o'ylayman.
Chunki ota-ona degandan keyin men degandek ba'zilar uyab berdi, ba'zilar aram gapirdi, balkim Xudoyim menga mushu xizmatni qilishni o'rlashtirgan bo'lishi mumkin. Men shuningga bu narsadan faxrlanaman va bu narsadan men ota-onamdan shu hozirgacha yomg'ir demay, shu nimani kunni issiq demay, o'sha yerda men hech yerga chiqmay, o'shalarni xizmatini qilganligimdan men bu narsadan huzur olaman. Shuningga qarindoshlar sizlarmi huzur elishni bilinglar. Ota-onanglar uchun kurash qilinglar. Xalqimiz uchun kurash qilaylik. Tuzkorlik qilmaylik qarindoshlar. Azroq yegan ichgan chog'da, qo'pgan chog'da shular turmining ichidagi qarindoshlarimiz, ota-onamiz ko'z oldimizga kelsin. Ma dunyoga qo'ydagi cho'shqilar bular hargiz unday narsani qilmaydi. Masalan, mushular issiq yataqlarda yotadi, yaxshi ish qilmaydi, to'g'ri ish qilmaydi. Faqat enidiga ko'z tutish uchun, shu pulning hisobini berish uchun o'zligidan bir faoliyatlarni qilib, o'zligidan bir ishlarni qilib, haqiqiy bir da'vo qilmaydi qarindoshlar. Mushularningki bir vijdoni bo'lsa, bir 2 kun sotdan nag'mini da'vo qilgan odamlar nima deysizlar vallahi. Shanba-yakshanbada sot ichilamda va shanba-yakshanba nani sot ichildi. G'ariblar ham butun amiyat dam oladi shanba-yakshanbada. Tijoratchilar o'zidan shuni qildi. Bular tijoratchi bo'lganiki shu so'zlaydigan ishni qilyapti, endi deyga to'laydigan ko'z tutgan narsalarniki. Bularda vijdon bo'lsa, bular bir kun osh qilib paqatdi, bir kuni yagi matras samaylam, shuylaqi daxyalar yetib paqatdi. Bularda undaq vijdon, bularda undaq mas'uliyat tuyg'usi degan narsa yo'q qarindoshlar. Shuningga qarindoshlar o'zinglarningki kallasiga o'zinglar ega bo'lib, o'zinglarning ishni o'zinglar qilsanglar hech kim qilmaydi. Abay agar gapim bo'linib ketdi, ammo abishit videoni o'chirib atmadim. Bunu shu guvohlikning orasidagi qisqacha so'zdirib, Xudoyimga omonat amsa qarindoshlar, yana gaplashamiz.